Demak, 21-savoldan davom etamiz. 21-savol fx funksiyaning kichik musbat davrati bo'lsin 12 taqsim pi ning qiymatini toping demoqda. Demak, sinus 20-darajasi sinusni ham kosinusni ham toq darajasi, ixtiyoriy toq darajasini davri 2pi bo'laveradi. Juft darajalar davri esa pi ga tushib qoladi. Demak, sinus 20 davri pi ga teng bo'ladi. Faqat 4x bo'lganligi uchun uni 4x ni pi ga tenglaymiz. Bundan x barobar pi taqsim 4. Keyin esa kosinus 17-darajasi ixtiyoriy toq darajasining davri. Bizda 2pi bo'laveradi, o'zi bilan bir xil bo'ladi. Endi 3x bo'lganligi uchun 3x ni tenglaymiz 2pi ga. Bundan x barobar 2pi taqsim 3. Endi ikkalasiga ekuk tanlashimiz kerak. Ekuk tanlashimiz uchun ikkalasini ummaxraj berib olaylik. Ummaxraj 12 bo'ladi. 12 dan 3pi. Bunisi esa 12 dan 8pi. Suratiga ummaxraj beramiz. 3 bilan 8 ga ummaxraj 24 bo'ladi ekuki. 24 pi maxraji 12 va 2pi bo'lib qolar ekan. Demak, t'imiz 2pi ga teng ekan. T'ni 2pi qo'ysak 24 pi taqsim pi bo'lib 24 chiqar ekan. Javobimiz C ekan. 22-savol agar fx funksiya shunga teng bo'lsa, f(y) qo'shilgan f'(y) ni toping demoqda. Avval o'ziga e qo'yamiz ekan, keyin hosilasiga. Hop, dastlab hosilasini hisoblab olsak, uning uchun x kvadratni 2 ni oldiga tushirsak avval fx teng bo'lar ekan 2x ko'paytirib ln x ga. Hosilasi esa ko'paytmadan hosil olganimizga teng. Birinchisini hosilasi 2, ikkinchisini o'zi qo'shilgan birinchisining o'zi, ikkinchisining hosilasi ln x hosilasi 1 taqsim x. Dastlab funksiyani o'ziga y qo'ysak, 2y ko'paytirilgan ln y bo'ladi. ln y 1 ga teng bo'lib, javob 2y ni o'zi chiqar ekan. Endi funksiyani o'ziga hosilasiga qo'yamiz. Endi o'ziga qo'ydik, hosilasiga y qo'yadigan bo'lsak, 2 ta ln y qo'shilgan 2 bo'lar ekan. Mana xlar qisqarib ketar ekan. 2 ta ln y bu 2 ni o'ziga teng, ln y 1 ga teng bo'lsa bu 4 ekan. Ikkalasini yig'indisi 2y plus 4 bo'lar ekan. Javob C bo'ldi. Xo'sh, 23-savol. Integral shuni hisoblashimiz kerak ekan. Xo'sh, bunda bir qoidani eslaymizki, agar fx funksiyamiz toq bo'lsa, uni integral olganimizda chiqadigan boshlang'ich funksiyasi juft bo'ladi. Chiqadigan fximiz bu juft bo'ladi. Va teskarisi, agar fx funksiyamiz juft bo'ladigan bo'lsa, undan olgan integralimiz, ya'ni boshlang'ich funksiyamiz, katta fximiz bu bizda toq bo'ladi. Ya'ni integral olganimizda o'zgaradi. Juft bo'lsa toq bo'lib qoladi, toq bo'lsa juft bo'lib qoladi. Hosil olganda ham shunaqa, ya'ni teskarisi baribir. Hosil olganimizda ham juft bo'lsa toq, toq bo'lsa juft bo'lib qoladi. Xo'p, buni bizga qayeri kerak? Biz maxrajni alohida berib yuborsak, integral minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha x kub taqsim 1 plus kosinus x dx qo'shilgan integral minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha. Demak, bizda sinus kvadrat x qolyapti. Sinus kvadrat x ni 1 minus kosinus kvadrat x deb yozsak, maxrajida 1 plus kosinus x dx turibdi. Ana endi e'tibor qaratamizki, x kub taqsim 1 plus kosinus x funksiyamiz. Bu maxrajida x ga agar minus x qo'ysak, u ahamiyati yo'q. Kosinus juft funksiya, o'zgarmaydi maxraji. Suratiga x o'rniga minus x qo'yganimizda minus oldiga chiqib qoladi. Demak, bu toq funksiya bo'lyapti. Undan boshlang'ich oladigan bo'lsak, fx chiqadigan bo'lsa, u juft funksiya bo'ladi. Fx juft funksiya. Unga minus pi taqsim 2 bilan pi taqsim 2 ni qo'yishimiz kerak. Boshlang'ichdan qandayligini bilmaymiz, lekin aniq bilamizki, u juft funksiya bo'ladi.
qo'shilgan. Keyingisi integral 1 minus kosinus kvadratni 1 ning kvadrati minus kosinus kvadrati deb kvadrat ayirmasiga qo'ysak, yig'indisi qisqarib ketib 1 minus kosinus x qolmoqda. D x oraliqlari turibdi minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha barobar. Ana endi mana funksiyaga qo'yishimiz kerak f pi taqsim 2 ni ayirishimiz kerak f minus pi taqsim 2 ni chegaralarga qo'yib ayirmoqdamiz. Qo'shilgan ikkinchisidan ham boshlang'ich olsam, bu yerda 1 bor edi. Bu yerda 1 bor. 1 dan boshlang'ich olsam x, kosinusdan boshlang'ich olsam sinus x. Shunga ham minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha qo'yishim kerak ekan. Demak, biz yuqorida aytdikki, mana agar funksiya toq bo'lsa, fx funksiyamiz juft bo'ladi. Juft funksiya uchun pi taqsim 2 qo'yganimiz bilan minus pi taqsim 2 qo'yganimiz bir xil qiymat qabul qiladi. Ya'ni juft funksiya minusni yo'qotib yuborar edi. Ikkalasini qiymati teng, ayirganimizda ular 0 bo'lib ketadi. Qo'shilgan. Endi pi taqsim 2 qo'yadigan bo'lsak, pi taqsim 2 ayrilgan sinus pi taqsim 2 da 1 ga teng. Ayiramiz. Minus pi taqsim 2 qo'yaman. Minus pi taqsim 2 qo'ysam oldira bilan plus pi taqsim 2 bo'ldi. Minus pi taqsim 2 qo'ysam bu minus 1 oldira bilan plus 1 bo'lib qolarmikin? Ayiryapmiz. Ayrayotganimizda yana minus 1 bo'lib qoladi. Demak, ayirganimizda yana minus 1 bo'lib qolar ekan. Natijada pi minus 2 degan javob chiqar ekan. Pi minus 2. Javobimiz B bo'ldi. 24-savol. Xo'p, shaklga ko'ra AF 10 ga teng bo'lsa, BF ni uzunligini toping. AF kesmamiz 10 ga teng bo'lsa, A dan F ga shuni tashtiraylik. A dan F ga tashtirsak, o'sha 10 ga teng ekan. AF 10 ga teng ekan, unga ko'ra BF ni topaylik. Xo'p, mana yerdan davom ettirib yuborsak, yerdan ham tushiradigan bo'lsak, to'g'ri burchali uchburchak paydo bo'lib qoladi. Balandligi qanchaga teng? Balandligi ajratsak, bunday bo'lib olsak, demak, yon tomoni bu yog'i BC masofa 2 bo'lsa, bu yog'i ham 2, DE masofa 4 bo'lsa, bu yog'i ham 4. Jami ya'ni balandligi 6 ga teng bo'lmoqda. AF esa bizga 10 ga teng deb bergan. To'g'ri burchali uchburchak AO desak, AOF to'g'ri burchali uchburchak, gipotenuzasi 10 ga teng deb bergan, balandligi 6 ga teng ekan. Demak, bunda ikkinchi katet kelib chiqmoqdaki, u 8 ga teng bo'lishi kerak. U qanday bo'ladi? AB masofamiz 1 ga teng, ya'ni pastdagi kichkina masofa 1 ga teng. CD masofamiz 3 ga teng bo'lsa, bu yoq ham 3 ga teng. 1 ga 3 4 bo'lsa, demak bu yoqqa ham 4 qolar ekan. Jami 8 bo'lishi kerak edi. Xo'p, endi bizdan BF kesma uzunligini toping demoqda. 6 8 10 bo'lsa, demak biz endi mana uni o'chirib tursak bo'ladimikin? Xo'sh, bunisini o'chiraylik. Hop, endi BF ni tashiraylik. BF ni tashiradigan bo'lsak, demak bo'yi balandligi o'zgarmas ekan. A bilan B bir xil balandlikda turibdi. Balandligimiz jami 2/6 bo'laveradi. 6. Eni esa bu yog'i bizda o'zgarib qoladiki, bitta bu yoqda olyapmiz, ya'ni 3/4 eniga 7 olishimiz kerak ekan. Demak, balandligi 6, eni 7 bo'lgan to'g'ri burchali uchburchakning gipotenuzasi bo'lib qolmoqda. Ildiz ostida 36 6 ning kvadrati qo'shilgan 7 ning kvadrati 49 qo'shsak, ildiz ostida 85 ga teng chiqar ekan. Javob B bo'ldi. 25-savol. O'tmas burchakli ABC uchburchakning BD medianasi qaysi burchakka o'tmas ekan? Ko'raylikchi. ABC menimcha B o'tmas bo'lsa kerak, o'sha yerdan tushiryapti. BD mediana. Xo'p, B uchun bitta mediana tushirilgan. Teng 2 ga bo'lgan. Xo'sh. AB va BC tomonlari bilan mos ravishda 45 va 60. AB tomon bilan 45, BC bilan 60. Bizda biroz teskari bo'lib qolibdi. Mayli, faraz qilamiz. Bu burchak 45 gradus ekan. Bu burchagimiz 60 gradus ekan. Ha, to'g'ri, B o'tmas ekan. Shunda jami 105 bo'lar ekan. Xo'sh, endi nimani so'ragan bizdan? AB ni BC ga nisbati. Bu yoq A desak, bu yoqni B desak, A ni B ga nisbatini topishimiz
kerak ekan. Xo'sh, nima qilamiz? Median edi. Tushgan tomoni x deb olsak, bu yoq ham x bo'lsa, mana bu burchakni alfa deydigan bo'lsak, bu burchagimiz pi minus alfa. 180 dan ayirganimiz burchak. ABD va BDS uch burchaklarga nisbatan sinuslar teoremasini qo'llasak, dastlab ABD uch burchagimizda nimalar bo'ladi? A ni qarshi burchagi sinus alfaga nisbati teng bo'lar ekan. X ni qarshi burchagi sinus 45 ga nisbati. Xo'p, endi keyingi burchagimiz o'ng tomonga nisbatan qo'llasak sinuslar teoremasini. Demak, B ni qarshi burchak pi minus alfa. Pi minus alfada sinusimiz o'zgarmaydi, sinus alfa bo'yicha qoladi. Barobar bu yoqda x ni qarshi burchak sinus 60 ga nisbati. Demak, tepani pastga bo'lib yuborsak, bu yerga kasr qilib bo'lib yuborsak, mahrajda sinus alfalar qisqarib ketadi, suratda xlar ham qisqarib ketadi. Bizda qoladi a taqsim b barobar tepada 1 taqsim sinus 45 pastda esa 1 taqsim sinus 60 qolar ekan. Sinus 60. Xo'sh, musani o'chirib turaylik, chalg'itmasin. Demak, mahraj qisqardi, a taqsim b qoldi, bu yoqda x lar qisqarib ketib bo'ldi. Demak, buni mahrajdan tepaga chiqarib olsak, sinus 60 taqsim sinus 45. Sinus 60imiz ilzosi 3 taqsim 2. Sinus 45imiz ilzosi 2 taqsim 2. Mahrajda 2 lar qisqarib ketsa, ilzosi 3 taqsim ilzosi 2 ga ko'paytirib olsak, ilzosi 6 taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Demak, bizdan a b ni b-ga nisbati bo'ldi. A taqsimi ilzosi 6 taqsim 2 ekan, javobimiz A bo'lar ekan. Xo'sh, 26-savol. ABCD trapesiya, AB va BC to'g'ri chiziqlar E nuqtada kesishadi. Xo'p, ABCD trapesiya bo'lgan ekan, demak qarama-qarshi tomonlar parallel bo'ladi. Yana nima? E nuqtada kesar ekan, davom ettiryapti E nuqtada. Asli diagonal davomida F nuqta shunday olinganki, bunda F AD ga parallel. AD ga F tepasi bilan pastini parallel, demak BC ham unga parallel bo'ladi. Trapesiyada AD ni BC ga nisbati 5/2. AD ni BC ga nisbati. Trapesiya asoslarining nisbati 5/2 ga teng ekan. Bu yog'imiz 5x ekan, bu yog'imiz 2x ekan. Xo'sh, ABC ni yuzi 126 bo'lsa, ABC buni yuzi 126 bo'lsa, nimani so'rayapti bizdan? CF ni yuzi, mana shu bo'yalgan sohaning yuzini topishimiz kerak ekan. Xo'sh, buni qanday topamiz? Dastlab mana ABCD trapesiyada demak asoslari bir-biriga parallel, ikkalasi parallel bo'lganidan, demak tepadagi BYC uchburchagimiz bilan jam bu yoqda katta uchburchagimiz A, E, D uchburchagi ikkalasi bir-biriga o'xshash bo'ladi. BE tomonini, xo'p, bu yog'ini A deb olsak, bu yog'ini B deb oladigan bo'lsak, AB tomonini B deb oldik, tepani A deb oldik. Demak, BEC uchburchagining asosi 2x ni AED uchburchagida asosi 5x ga nisbati teng bo'lar ekan. Demak, chap tomoni A ni AED ni chap tomoni bizda A plus B bo'lyapti. A plus B ga nisbati. Buni x lar qisqarib ketsa 2 taqsim 5 bo'ladi. Proporsiya qilsak 5a barobar 2a plus 2b. 2a ni bu yoqqa bitib olsak 3a barobar 2b. Bundan a taqsim b qiladigan bo'lsak, 2 tomonga 3imiz bo'lib o'tar ekan. Shunda 3a teng 2b chiqadi. Demak, a tomonimiz qandaydir bu yoqda o'chiraylik-da. Bu yoqdan o'chiraylik. A tomonimiz 2y deb olsak bo'lar ekan. B tomonimiz 3y deb olsak bo'lar ekan. Xo'sh, endi xo'p, A esa uchburchakka e'tibor qaratsak, endi A esa uchburchak bizda uchburchakda xossa bo'lardi. Ixtiyoriy kesma tushganda asoslar qanday nisbatda bo'linsa, yuzi ham shu nisbatda bo'linadi. Demak, bu 3/2 ga nisbatda bo'linyapti, yuzi ham xuddi shu nisbatda bo'linadi. 126 ni 3 ga bo'lsak 42, ikkitasi 84, demak buni yuzi 84 ga teng bo'lar ekan. 126 bilan nisbati 3/2 bo'lishi uchun.
Endi bizga mana yuza kerak, s kerak. Uni qanday topamiz? Xo'sh, uni topishimiz uchun mana undan foydalanamiz ekan. Mana o'chiraylik hozircha. Ana endi biz foydalanamizki, pastdan A, B uchburchakka e'tibor qaratamiz. Bizga aytgan BS bilan F'ni parallel degan. Demak, bizda mana shu A, B uchburchak bilan katta A, E, F uchburchak bir-biriga o'xshash bo'lmoqda. Unda tomonlar nisbatining kvadrati yuzlar nisbatiga teng. Tomonlar nisbati qanday? Demak, ABSni chap tomoni 3y turibdi. AFni chap tomoni 3y, 2y, 5y turibdi. Mana shu tomonlar nisbatining kvadrati teng yuzlar nisbatiga. Demak, ABSning yuzi 126. Hop, AE'sini yuzi-chi? AE'sini yuzi bu yoq 126, bu yoq 84. 210 bo'ldi, bu yoq S bo'ldi. Demak, 210 plus S. Xo'sh, shundan istin topamiz. Y'lar qisqarib ketsa, kvadratga oshirsak 9 taqsim 25 barobar 126 taqsim 210 plus S. Ikkala tomonni 9 ga qisqartirib yuborsak, bu yoqda 1 qolar ekan. 1 taqsim 25. Bu yoqda 9 ga bo'lsak 14 taqsim 210 plus S bo'lar ekan. Ko'paytirib yuborsak S plus 210 proporsiyadan teng bo'lar ekan. 14 kare 25 350 ga. Bundan S chiqar ekan 140. 140 javob B ekan. Hop, davom etamiz 27-savol. Xo'sh, CDFG nuqtalar AB diametrli yarim aylana yayni teng 6 ta bo'lakka bo'ladi. AC kvadrat, AD kvadrat, AE kvadrat ular shu kesmalarning kvadratlar yig'indisini topishimiz kerak ekan. Xo'p, demak, AB tomonimiz diametr ekan, yarim doira ekan, demak, u diametr bo'lsa, radiusimiz 4 ga teng bo'lar ekan. Va bular 6 ta qismga ajratsa, avval tutashtirib chiqaylik mana shu kesmalarni. Va sini tutashtirsak kesilib qoldi. Mana shu nuqtalarni tutashtirib chiqsak. Tutashtirib oldik. Xo'p, endi teng 6 ta bo'lakka bo'ladigan bo'lsa, jami 180 gradus har biri bizda 30 gradusdan bo'lar ekan. Har bir burchagimiz, har bir yoyimiz 30 gradusdan 30, 30, 30, bu yoqlar ham 30 dan. Xo'p. Endi mana A nuqta deydigan bo'lsak, AC, AD, AE, AF, AG ular tutashtirgan chiziqlarimiz ham bizda radiuslarga teng bo'ladi. Demak, mana burchagimiz hozir bizda 30 gradus AC yo'lga tiralyapti. AC vatarga tiralmoqda 30 gradus. O'shanga nisbatan kosinuslar teoremasini qo'llasak, bir tomoni 4 radiusimiz, AC tomonimiz ham 4. Demak, AC ning kvadrati nimaga teng bo'ladi? AC kvadrat kosinuslar teoremasiga ko'ra A kvadrat plus B kvadrat minus 2AB. Radiuslarimiz ikkalasi ham 4. Tomonlarimiz 4 kvadrati ko'paytirib kosinus 30 gradus. Keyingisi CDni. AD ya keyingisi. ACdan keyin AD ekan. ADning kvadratini topmoqchi bo'lsam, AD uchburchakka qarayman. Unda A tomonimiz 4 ga teng, AD tomonimiz ham 4 ga teng. Va orasidagi burchagimiz endi 2 ta 30 bo'lib qolyapti. Bu yoq 30, bu yoq 30. Demak, AD vatarimizga tiralyapti. 60 gradus ekan. Demak, ADning kvadrati. ADning kvadrati barobar 4ning kvadrati, 4ning kvadrati minus 2 ko'paytirib AB. Ikkala tomonimiz ham radius, ya'ni 4 ga teng. Ko'paytirib kosinus 60 gradus. Keyingisi AE. AEga endi 330 tiralyapti. 330 tomonlari EA'imiz radiusga teng, AA'imiz ham radiusga teng. Demak, AEning kvadrati teng bo'lar ekan 4ning kvadrati, 4ning kvadrati minus 2 ko'paytirib 4 kare 4. Ikkita tomonimiz ham 4 ga teng. Orasi burchak kosinus 90 gradus. 90 gradus. Xuddi shu tarzda AFni topadigan bo'lsak, unga 4 30 birlashadi. Demak, AFning kvadrati ham xuddi shu qoida bo'yicha ketaveradi. Ikkita tomonimiz radiusga teng,
teng yonlovchi burchak 2 kere a kvadrat ko'paytirib kosinus. Endi yana bitta 30 qo'shilib 120 gradus. Oxirgisi a ga qolmoqda. A ga ning kvadrati barobar yana o'sha holat a kvadrat b kvadrat minus 2ab ko'paytirib kosinus 150 gradusda to'xtaydi endi. Demak, mana a ga qo'lladik. Mana oxirgi marta a ga bo'lsa, bu yog'i radius 4 ga teng, bu yog'i ham 4 ga teng, o ga ham, o a ham. Orasidagi burchak esa 150 gradus 5 ta 30 ga tiralmoqda. Demak, bizga shularning kvadratlar yig'ini so'ralgan, hammasini qo'shib yuborsak nimalar bo'ladi? Chap tomonda bizga kerakli yig'inda x bilan belgilaylik barobar. O'ng tomonda 1 2 xullas 5 tasi har birida 2 tadan, demak 10 ta 4 ning kvadrati bo'lmoqda. Qolganlari mana yerda kosinus 90 0 ga teng. Kosinus 90 0 ga teng, u qisqarib ketadi, 0 bo'lib ketadi. Ana endi mana yerdagi kosinus 30 bilan kosinus 150 ni agar qo'shadigan bo'lsak, kosinus 150 ni o'rniga 180 minus 30 deydigan bo'lsak, 180 minus alfada kosinusimiz minus kosinusga almashadi. Oldidagi sonlar bir xil, demak qo'shganimizda ikkalasi 0 bo'lib ketar ekan. Va xuddi shu qoida mana bu kosinus 60 bilan kosinus 120 ga nisbatan ham 120 ni 180 minus 60 desak, 180 minus alfada kosinusimiz minus kosinusga almashib, minus kosinus 60 bo'lib qoladi. Oldidagi sonlar bir xil. Qo'shganimizda bular ham yo'qolib ketadi. Kosinus 90 0 gacha yo'qolib ketgan. Demak, shuni o'zi javob bo'lar ekan. Javobimiz 160 ga teng bo'lar ekan. B javob. Xo'sh, 28-savol. ABCD teng yonli trapetsiya, radiusimiz 12 ga teng ekan, kattasi, kichkinasi 3 ga teng bo'lsa, trapetsiya perimetrini toping demoqda. Xo'sh, perimetrni qanday topsak bo'lar ekan? Demak, dastlab masofani topib olaylikmi? Xo'sh, hammadan tutashtirsak, uringan nuqtalargacha masofalar ma'lum. 12 bilan 3 ga teng. Orasidagi masofa, markazlar orasidagi masofa, bu yog'i katta radius, bu yog'i kichkina radius bo'lsa, bu yoqdan shunday perpendikulyar olib borsak, bu yoq kichkina radiusimiz 3 ga teng edi. Katta radiusimiz 12 ga teng bo'lsa, tepaga 9 qoldi. Bu yoq katta yer 12, kichkina yerimiz 3 bo'lsa, bu tomon 15 ga teng ekan. Markazlar orasidagi masofa 15 ga 9 bo'lsa, bu kattani topsak bo'ladi, 12 ekan. Pifagor teoremasidan bu yoqda oldik, bu 12 ga teng bo'ldi. Xo'sh, yana qanday ma'lumot bor bizda? O'xshashligidan topsak bo'larmikin endi? Mana tomonda x deb olaylik. O'xshashlikdan foydalansak, tepani 9 ni 12 ga nisbati teng bo'lar ekan. R ni, ya'ni kichkina 3 ni x ga nisbatiga, mana 9 ni 12 ga nisbati. Alfa tangentsini bo'lsa, bu burchak ham alfa bo'lyapti. R ni x ga nisbati. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, 4 chiqarmikan? Ximiz 4 ga teng chiqar ekan. Mana masofa 4 ga teng bo'ldi. Endi 4 bo'lsa, jami D nuqtadan uringan nuqtagacha masofa 16 ga teng bo'lar ekan. Demak, bu tomonimiz ham 16 teng yonli trapetsiya. Uringan nuqtalargacha masofalar teng bo'ladi, yon tomonlari ham teng. Unda bu tomon ham 16 deydigan bo'lsak, radius topasiga bo'ladimi? Radiusimiz bor. Tepani topasiga bo'lar ekan, shundan bo'ldi. Demak, bu yog'i 16 bo'lsa, demak bu uringan nuqtalargacha bo'lgan masofalar ham 16 dan bo'ldi. 16. Endi tepa qolmoqda. Uni topishimiz uchun xo'sh, bu yoq ko'payib ketdi. Bu yoqdan foydalanaylik. Bu yoqdan markazlarni tashiradigan bo'lsak, ikkala tomon bilan mana yerda to'g'ri burchakli burchak paydo bo'ladi. To'g'ri burchakli burchakda mana balandlik tushiradigan bo'lsak, balandligimiz bu radiusga teng. Bizda katta radiusimiz 12 edi. To'g'ri burchakli burchakda gipotenuzaga balandlik tushirib, buni x demaylik, endi y deylik, x ishlatdik. Y deydigan bo'lsa, to'g'ri burchakli burchakda gipotenuzaga tushirgan balandlikni formulasi bo'lardi, ya'ni 12 ning kvadrati teng bo'lar edi balandlikning kvadrati o'z ajratgan kesmalar ko'paytmasi, ya'ni 16 bilan y ni ko'paytmasiga. 144 bo'lsa, 16 ga bo'lsa 9 ekan yimiz. Bu 9 chiqdi. Demak, 9 chiqsa, yon tomonimiz bizda ma'lum bo'ldi. 16 yu 9 25 ekan chap tomonimiz. O'ng tomoni ham xuddi shunga teng yonli trapetsiya
yon tomonlari, ikkala yon tomon yig'indisi 50 bo'ldi. Endi trapetsiyaga umuman ixtiyoriy to'rtburchakka ichkanani chizimiz uchun qarama-qarshi tomon yog'och teng bo'lishi kerak edi. Demak, AD bilan BC'ning yig'indisi ham 50 bo'lishi kerak. Chunki ABCda trapetsiyaga ichkanani chizilgan. Demak, jami perimetri 50 ga 50 bo'lib 100 ga teng bo'lar ekan. Javob D bo'ldi. Xo'sh. 29-savol. Koordinata o'qlariga urinib, markazi 2x + 3y - 20 teng 0 to'g'ri chiziqda yotuvchi aylana uzunligini toping demoqda. Demak, bir aylanamiz koordinata o'qlariga urinish kerak ekan. Xo'p, koordinata o'qlariga va mana to'g'riso'da markazi yotishi kerak ekan. Bu to'g'riso'g'imiz x o'qini 10 da kesib o'tar ekan. Y ga 0 qo'ysak, x o'qini 10 da kesib o'tar ekan. Y o'qini esa x ga 0 qo'ysak 20 taqsim 3 da kesib o'tar ekan. 20 taqsim 3 deb ketsa. Xo'p, shu radiusni topishimiz kerak. Buni qanday topamiz? Mana bu yerdan uringan nuqtaga borsak, bu radius. Uringan nuqtaga hisobi bu ham radius perpendikulyar bo'ldi. Demak, mana bu markaziy nuqtani x ham r ga teng, mana masofa r ga teng bo'lsa, bu yoq ham r ga teng bo'lsa, demak, y ga ham r ga teng bo'lar ekan. Demak, mana bu nuqtamiz A nuqta deydigan bo'lsak, koordinatasi r u r. Koordinatasi r u r va mana to'g'risiga tegishli bo'lsa, demak, x bundan ham y o'rniga mana shu nuqtalar qo'ysak bo'ladi. X o'rniga r qo'ysak, 2r qo'shilgan 3r minus 20 barobar 0. Bundan 5r teng 20, r teng 4. Radius topildi. Endi aylana uzunligini so'rayapti. 2pi r 4 bo'lsa 8pi bo'lar ekan. Javob B bo'lmoqda.